Hozir bitta gapni aytaman. Bu gapim sizga yoqmasligi mumkin. Katta ehtimol bilan yoqmaydi. Lekin eshitishingiz kerak bo'lgan gap. O'zi ba'zida biza eshitish xohlamagan gaplarni eshitishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizga yoqmaydi haqiqat, to'g'ri narsa. Ba'zida bizda ego bor, hammada ego bor. Yoqmaydi haqiqatni eshitish, to'g'ri narsani eshitish. Xo'p, hozir O'zbekiston bilan Portugaliya futbol o'ynayapti. Jahon chempionati. 99%, 98% odamlar futbol ko'ryapti. Qolgan 2%, 1% odam bilmadim zaldadir. Men misol uchun zaldaman. Maqtamayman yoki boshqa narsa qilmayman, to'g'ri tushuninglar. Bir xilla bilmadim til o'rganayotgandir, rivojlanayotgandir. To'g'ri, hamma vaqtini o'zi xohlagancha sarflaydi. Lekin o'ylab ko'ring, rostdan ham 2 soat vaqt ajratishga arziydimi futbol ko'rish? To'g'ri, 4 yilda bir marta bo'ladi, lekin baribir ham